Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bo'linish belgilariga doir bir 3-4 ta masalani ko'rib chiqamiz. Misol uchun mana 6-misol. A, B natural sonlar uchun 3A + 2 B + 3 ko'paytmaning qiymati 90 bo'lsa, quyidagilarning qaysi birining qiymati albatta juft son bo'ladi deyapti. Endi ko'paytma 90 bo'lishi uchun ikkalasi ham to'q bo'lishi kerak. Demak 3A'imiz 90 bo'lyapti-da bu yerda. Chunki 3A + 2 90 bo'lgani sababli. 90 dan 2 ni ayirsak 90 kelib chiqadi-yu. Shu sababdan demak mana bu yerga yozib olaman endi yechimni. Demak A'imiz 90 ekan. A90. Demak A90ligini bilib oldim. Endi B juft son ekan bu yerda. Sababi 3 ni qo'shsam 90 chiqish kerak-da. Bunda B juft son ekan. Endi qaysi birining qiymati albatta juft son bo'ladi deyapti. A'si to'g'ri kelmaydi bu yerda. B'si to'g'ri keladi. Sabab 2 ga ko'paytirilyapti A, juft son paydo bo'ladi. B ni qo'shsam juft. Demak javob bu yerda B bo'ladi. Demak B javobimiz to'g'ri bo'ladi. Ya'ni 2A + B juft bo'ladi. Endi mana 7-savolga o'tadigan bo'lsak, 5 xonali son berilibdi. 35A 4B soni demak 45 ga qoldiqsiz bo'linsa deyapti. 45 ga qoldiqsiz bo'linsa A - B ning qiymatini topishimiz kerak ekan. Demak 35A 4B bo'lgandan keyin 45 ga bo'linishi uchun son 9 va 5 ga bo'linishi kerak. Endi 90 bo'lgani uchun B 0 yoki 5 qiymat qabul qiladi endi misol 5 ga bo'linishi uchun. 90 bo'lganligi uchun B faqat 5 ga teng qiymat qabul qiladi bu yerda. Demak B ning o'rniga bemalol biz 5 yozib olsak bo'ladi. 35A va 45 ko'rinishda bo'ladi sonimiz. Endi 45 ga bo'linishi uchun ham 5 ga ham 9 ga. 9 ga bo'linishini qo'shib ko'ramiz. 3 ga 5 8, 4 ga 5 9, hammasini qo'shsam 17 bo'lyapti. Demak A'imiz 1 ni qabul qiladi, 18 bo'la oladi-da. Endi 27 desak u 10 bo'lib ketadi, u raqam bo'lmay qoladi. Demak faqat A teng 1 bo'lishi mumkin ekan bu yerda. A - B ni so'ragan bizda. Bu yerda mana savolda A - B ni so'ragani uchun 1 dan 5 ni ayirib qo'yamiz. 1 dan 5 ni ayirsak -4. Demak javob -4 bo'ladi. Keyingi masala 8-savolimiz. 5 xonali soni 70 ga qoldiqsiz bo'linadi. U holda B - A ning qiymatini toping. Demak 1A 25B soni ekan. Shu son 72 ga qoldiqsiz bo'linyapti. Endi shuni 1A 25B 72 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun birinchidan 8 ga va 9 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak. Endi qoida bo'yicha 8 ga va 9 ga. Chunki 8 va 9 o'zaro otib sonda, o'zaro otib sonlar ko'paytmasi 72 bo'lgani uchun bo'linadi. Endi 8 ga bo'linishi uchun B bu yerda B ni tanlayman. 250 nechi demoqchi-da endi. B albatta 6 ga teng bo'ladi. Demak 1A 256 demak mana shu son 72 ga bo'linishi uchun 9 ga ham bo'linishi kerak. Qo'shib ko'raman. 3 5 8, 8 va 6 14. Demak 9 ga bo'linishi uchun 18 bo'lishi kerak edi. A teng 4 bo'ladi. Demak A teng 4 va B teng necha bo'lar ekan? 6 bo'ladi. Endi bizdan B - A ni so'radi savolda. B - A bo'lgani uchun demak 6 dan 4 ayirib qo'yaman mana bu yerda. 6 dan 4 ayirsam javob necha bo'lar ekan? 2 bo'ladi. Ya'ni demak javob C javob 2 bo'ladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bu videomizda 3 ta masalani muhokama qildik. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang.